Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sıdıkacı Ruzi, Washington'da sözdeyimiz. Bugün çislak 2023 yıl 1. ayının 28. günü. Bugünkü vaziyetini gep açıdığan bolsak, vatandaşım hazır iki nese meselen biri Angliya, Amerika Qo'shma Shtatlari, Germaniya qatorli eng kuchli va taraqqiy qilgan davlatlarning harbiy qurollari, tanklarning Ukrainaga yordam berilganligi masalasi. Ikkinchisi Amerika Qo'shma Shtatlari, masalan, Jungoning Rossiyaga yordam berishi ni bayqab qolganligi va shu to'g'rida Amerika Qo'shma Shtatlari Maliya Ministerligining va shundaqla Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasining boykot qilish Jungo shirkatini, Jungoliklarni boykot qilish to'g'risida bayonot e'lon qilganligini. Bu ikki xabar bugungi hozir navbatdagi vaziyatda jiddiy xabarlar qatorida vatandaşlarga buni leksiya qilib topshiramiz. Birinchi xabar mavzumunda tiz xabar. Rossiyaga taqobil turish uchun Amerika Jungo shirkatlarini embargo qiladiganligini e'lon qildi. Mavzuli xabar 1. ayning 26. kuni Erkin Osiyoning Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Amerika Moliya Ministerligi va Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasi 26. kuni Jungoning Changsa Pan-texnika tadqiqot cheklik shirkatini embargo qiladiganligini e'lon qildi. Embargo qilishning sababi shu ediki, Rossiya Ukraina urushida bu shirkat yollanma askarlar guruhi Wagner guruhiga yordamlashgan edi. Amerika Moliya Ministerligining haftaning 4. kunidagi bayonotiga asoslanganda bu qatim embargo qilish daftariga tizimlangan tizimlik va Wagner guruh bilan hamkorlashgan shaxsiylar va shirkatlar 6 nafar odam 12 yurish shirkat edi. Jungoning Changsa Pan-texnika shirkati va Luxemburg tarmoq shirkati bu tizimlikka tizimlandi. Embargo qilinish kerak bo'lgan tizimlikka tizimlandi. Jungo Pan-texnika shirkati Wagner guruhini sun'iy hamroda tortilgan suratlar bilan ta'minlagan. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken bayonotida bunday ko'rsatdi. Yangi embargo qilish Kreml sarayining urush mashina apparatlarining iqtidoriga to'sqinlik paydo qildi. Rossiyaning bu urush mashina apparatlari Ukrainadagi urushda nurg'on o'lim yetim paydo qildi. Yana bir xabar, mana hozir boshlaydik tanka, masalan, Amerika, Germaniya, Angliya 3 davlat tanklarning qudrat va kuchi seriktirmisi. Mavzuli xabar 1. ayning 28. kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Amerika, Germaniya va Angliyaning qatoriga qo'shilib, Ukrainaga yordamga asosliq o'zgarish, ya'ni asosliq urush tanki savatadigan bo'ldi. Bu tanklarning iqtidori va farqi nima? Masalan, Amerikaning Abrams belgilik tankisi 1500 ot kuchi, yenik va eg'ir pulemyot o'rnashtirilgan. Bu tanka 65 kilometrgacha remont qilinmay, aslida urushda tankining chaqini almashtirilgan ish bor ekan-ku. Remont qilinmay, chaqini yoki zanjir tapanni almashtirmay 65 kilometr tezlik bilan mangadi va 125 kilometrgacha bexatar mangalaydi. Bu bir iqtidor ekan. Ikkinchisi Germaniyaning Yilpiz 2 belgilik tankisi ishlatishga qulay. Salar kishi ishlatadi.
1500 at kuchiga ega deydi. Angliyaning xiris qilg'uchi ikkinchi belgilik tankisi bu 120 millimetrlik kaliber o'rnatilgan muhim quroldir deydi. Başqa tanklarga o'xshash ham yenik ham eg'ir pulemyot o'rnashtirilgan eg'ir tipli pulemyot deydi. 1200 at kuchiga ega. Biroq buningdagi qudrat vatandosh Angliyaning mushaxaris ikkinchi tankisining o'q etilish musofasi 500 kilometr. Baqaltı ketdi bu. Tankının kalbirinden etilip çıkan o'qni 500 kilometr yetudisi. Ya men xato yezib oldimmi bilmedim. Mana 500 kilometr. 500 kilometr yetib bora olaydi deydi. Baqaltı ketdi bu. Mana shu 3 tanka zamonaviy tanka hozir asosliq urush quroli. Yani eg'ir tipli harbiy qurol bo'lib Ukraynaga yordam qilindi. Bundan keyin qator battarda gaplarda endi urushning Ukrayna urushining vaziyatida o'zgarish bo'ladi deyil.